Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar, bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda biz sizlarga umraga qayerdan qanday boriladi va gastnitsa mehmonxonalarining shart-sharoitlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Biz video syomkamizni boshladik azizlar. Xo'p, hozirgi kunda azizlar umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada, 11 kun Makka Mukarramada bo'ladi azizlar. Gastnitsalarimiz 4 yulduzli gastnitsalar. Madinada 250-300 metr oraliq masofani tashkil qiladi. Makkada esa 800-900 metr oraliq masofani tashkil qiladi azizlar. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Bundan tashqari sayohatlarimiz Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga sayohatlar bor Madinada azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Miro, Muzdalifa hamda bonusiga Qizil dengiz sayohati ham bor azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Undan tashqari sizlar bilan qanday bog'lanaman, biznikicha uzoqroq deydi deganlarga esa WhatsApp, Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Agarda ofisingizga kelaman deydigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Albatta, Zagram pasport esdan chiqmagan holda azizlar. Undan tashqari firmamiz tomonidan beriladigan narsalar azizlar. Mana bunday bejik beriladi va yostiqchalar avtobusda, poyezdda mana bunday kamzilchalar ham beriladi va sumkalar beriladi. Bularning barchasi firmamiz tomonidan beriladi azizlar. Agarda siz Farg'ona aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida, agarda Toshkent aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Toshkent aeroportida beriladi azizlar. Xo'p, agarda siz chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, albatta Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsangiz, biz firmamiz nomidan bitta guldastani olib, sertifikatlarni qilib olib borib, ota-onangizga sizlarning nomingizdan beramiz. Albatta, vodiy ichi azizlar. Xo'p, to'lovlar qanaqa bo'lyapti, narxlar qanaqa bo'lyapti deydiganlarga esa Toshkent Jidda yo'nalishi reysimiz azizlar sizlar uchun $1000 qo'yardik azizlar. Agar Farg'ona Jidda yo'nalishi reysidan uchadigan bo'lsangiz $1025 qo'yardik azizlar. Yurib qoling, bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.